Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli aziz obunachilar, musofirdagi yurtdoshlar. Mana navbatdagi darvozamizni ham olib o'rnatib berdik. Bu darvozamiz har doimgidek Tojikiston Respublikasining Isfara shahriga olib o'rnatib berdik. Gigant darvoza bo'ldi. Darvozamiz razmerlarini tushuntirib o'tadigan bo'lsak, eniga 560, balandligi 420 ga bo'ldi. Nalichkalari bilan birga hisoblaganda albatta. Eshiklarni ko'rishingiz mumkin. 120 lik eshik bo'ldi. Stoykalari 10 ga 10 lik, profillari 8 ga 4 profil, ichki profillari 6 ga 4 profil, 1.7 stenada. 10 ga 10 stoykalari 2.5 lik stenadan bo'ldi. Listlarimiz 2 lik stenada bo'ldi. Juda bir boshqacha zakazda og'ir darvoza bo'ldi. Holatiga yarasha bo'ldi, xudo xolasa ko'rishingiz mumkin. Darvozamizning katta qismi oldiga ochiladi, eshik kichkina eshigi ichkariga ochiladi. Qulf ekan, eshik qulflashib qo'yibdi. Hozir darvozamizda mana bunaqa joylarning eshigi ham bor. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu eshigimizda 1 metrga balandligi 2.70 ga bo'ldi. Mana. Orqa tomonlarni ko'rsatamiz desam, nariga eshik yopiq ekan, bunisi ochiq ekan. Ikkalasining zamogi bir xil bo'ldi, bir xil bo'lsin deyishdi. Mana ochilib yopilishlari ham xudo xolasa. Juda ajoyibga bo'ldi, xudo xolasa. Nariga katta darvozamizni hozir orqa tomonlarni ko'rsatishga harakat qilib ko'ramiz. Mana bu darvozamizning orqa tomonlari bo'ladi. Katta darvozamiz yopiq edi. Mana bu. Mana bunaqa joylari sentr zamokdan bo'ladi. Bitta qo'lda bemalol mana shunday qasdiga ochilib yopilishi mumkin. Ko'rishingiz mumkin. Ochilib yopilishlari do'stimiz birgalikda yordam berishib boradi. Mana bunday holatda bo'ladi. Azizlar, kimgaki shunday darvozalar qiziq bo'lsa, albatta kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirishlaringizni so'raymiz. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar degan umiddamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, Allohga omonat bo'linglar.